Sizda keservi bor, surunkali bel og'rig'idan aziyat chekyapsizmi? Qayerga borib tekshirtirsangiz sizni grijangiz deb davolayapti, davo topmayapsizmi? Keservi secheniani tanangizga berayotgan zararli oqibatlardan xabaringiz bormi? Men shu haqda gapirib beraman. Videomizni oxirigacha kuzatib boring. Keservini zararli oqibatlari, uni davolash usullari, ayniqsa ukol dorisiz davolash usullari to'g'risida ma'lumot beraman. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan keservi secheniani qanday asoratlari, zararli oqibatlari hamda ularni davolash usullari to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bu videoni oxirigacha kuzating. Biz muammoni belda deb o'ylaymizda, belimizga lecheniya olamiz. Har xil ukol dorilar qildiramiz, grija chiqadi, grijani operatsiya qildiramiz. Aslida muammo belda emas. Qorin mushagini tonusini to'g'rilab yo'lga qo'yish kerak. Belda muammo bo'lmaydi. Bizlarga shunchalik og'ir ahvoldagi bemorlar kelishadi, belidagi grijalarni oldirgan, lekin yana grija chiqqan. Bunda maqsad grija olish emas. Bu yerda asl negizi qorin mushagini mushaklar tonusini to'g'rilab qo'yish kerak. Qorin mushagi ishlamaganligi sabab ayollarda hamma ichki a'zolar pastga siljiy boshlaydi. Keyin opusheniy matki, qayerga borsa opusheniy matki deb qazib beradi. Ayollar opusheniy matkini qanday ko'tarsa bo'ladi, buni operatsiya qildirish kerakmi deb xavotirga tushishadi. Buning asl negizi, asl sababi qorin mushagini tonusi pastlashib qolishi, ya'ni gipotonus holatiga kelib qolishidir. Keservini yana bitta oqibati, zararli oqibati. Gormonal o'zgarish ro'y bergandan keyin suyak tarkibidagi estrogen gormoni pasayib ketadi. Chanoq son bo'g'imida hamda tizza bo'g'imida koksartroz, ya'ni suyak yemirilishi kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Qorin mushagi kesilgandan keyin oldi mushaklarning hammasini tonusi pasayadi-da, qon aylanish, limfa aylanish, nervni impulsi pasayadi. Shunda suyakda yemirilish rivojlanishiga sabab bo'ladi. Keservini yana bitta zararli oqibati, qorin kesilgandan keyin oldi mushaklar hammasi tonusi pasayadi, ya'ni gipotonus holatiga keladi. Shunda jarohat, bu yerda 7 qavat kesildi-ku, ustki qavati tikiladi, pastda nerv impulsi ham o'chadi, qon tomirlarda, limfa tomirlarda ham to'silib qoladi. To'siq bo'lgandan keyin qon aylanish buziladi. Qon aylanish buzilgandan keyin dinamika ham xuddi shunga yarasha pasayadi. Oqibatida bo'g'imlarga nagruzka tushib, suyak yemirilishiga olib keladi. Endi sizlar bilan keservi jarohatini, tanaga bo'layotgan ta'sirini, zararli oqibatlarini qaysi yo'l bilan davolashni gaplashamiz. Bizda Neyrobalans klinikamizda kineziologiyani pediatriya yo'nalishi bo'yicha maxsus nuqtalarga to'silib qolgan nervlarni ochish yo'li bilan ukol dorilarsiz davolaymiz. Muolajamizdan so'ng to'silib qolgan nervlar, qon tomirlar, limfa tomirlar ochilib, shishlar qaytib, qon aylanish yaxshilanib, belingizdagi surunkali og'riqlardan xalos bo'lasiz. Yaqinda bizga shunday bemor keldi. 15 yil oldin u kishini belida surunkali og'riq bor ekan. Endi bitta tizzamga og'riq o'tayapti deb keldi. Ularni keservasi bilan ishlagan edik, limfa tomirlarni, to'silib qolgan limfalar bilan, to'silib qolgan nervlar bilan, qon tomirlar bilan ishlagan edik. Keservini jarohatini, ta'sirini tanadan olib tashladik. U kishi 5 kun, 6 kun ichida ukol dorilarsiz tabiiy yo'l bilan davolanib chiqib ketishdi, alhamdulillah. Agar siz ham keservi orqali tuqqan bo'lsangiz, belingizda surunkali og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, grija bezovta qilayotgan bo'lsa, kommentariyga keservi so'zini yozib qoldiring yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.